Va o'rtoqlar va nihoyat mashinamiz tayyor bo'ldi. Iskandar aka qani? Bitta ko'rayligani qani? Chipsiz o'tadi-ku. Yurgizaylik endi bo'ling. Nechta obunachilar qarab turibdi bizga. Buni oxiri qanaqa? Men mahallamizdagilar nechtasi qarab turibdi? Fazliddin to'g'rimi? Qani? Kilemen uzib yuboraymi bir? Oh, ana. Bulutda turibdi mashina o'tadi, qarang. O'zbekistonga vizit. Video, mana bulutda turibdi. O'rtoqlar, bizni jamoa mana noldan yig'ib o'tatdik mashinani. Ramani o'ziga terib hamma narsani inshaalloh Alloh fazli bilan o'tadi xudo xolasa. Bo'ldi, o'chiravering Iskandar aka. Bo'ldi. Endi havo ashkalari bor, u havo ashkalarini xudo xolasa oxiriga yetamiz. Biz hozir gulishtil qo'ymagan edik. Gulishtilimizni qo'yadigan bo'lsak, ovozi ancha pasayadi. Boshqa aksessuar ishlari bor. Undan keyin Mirzo Toshdan chiroq metalni qo'yib beradigan bo'lsa, Ana shahidlaringiz ko'rolmay qoldi. Zo'rga tushib ketgan o'tadi olmadi. O'zbekistondan nomerani ustalash Iskandar aka shohidlari Iskandar. aloqaga chiqarasizlar o'rtoqlar, xudo xolasa mana yurdik. Do'st, dushman hammasi bizni kuzatib turganida, zimdan kuzatib turganini bilib turdik. Natija bo'ldi-da, xudo xolasa saminglarni. Qo'ygani endi mayda-chuyda ishlari qoldi. Samigilarni yurgizib oldik. Endi samiginamni kaltini topasak bo'ldi mana. Bu eshit kaliti ekanda o'sha oq qora kaliti kerakda. Baribir kodini. Bu eshitga mana chipi yo'q. Chipi bor deb bering baqa. Chipi bor qani? Apki. Qani? Akalar endi mana bu haqiqiy chipi borda bundaqa metka bo'ladi. Hozir xira ko'rinyapti mana. Mana kalitini endi topib olsak bo'ldi mashinamiz. Oddiy kalitda mana chipi yo'qda mashinani zavat qildik. Kamas forma qilib ikkita simni birga urolmadik. Ashkalari yo'q, havo ashkalari bor xolos. Sariq ashkalar bor, bir ikkita. Bu endi bartaraf etilsa bo'ladigan ashkalardan, antifrizi, boshqa balobatlardan ashkalar. Asosiy ashkalar bizning havoda chiqyapti. Havoning kampi festivallarda havo yo'qligi. Azobini qanchaligini bildingiz hozir, a? Endi